Soliq huquqbuzarliklari haqida xabar berganlarga bir oyda 3 milliard so'm mukofot to'landi. Bir oy ichida soliq hamkor tizimi orqali fuqarolar tomonidan huquqbuzarliklar to'g'risida 12486 ta murojaat yo'llangan. Bu haqda qo'mita axborot xizmati xabar qildi. Bir oy ichida soliq hamkor tizimi orqali fuqarolar tomonidan huquqbuzarliklar to'g'risida 12486 ta murojaat yo'llangan bo'lib, shunda 1739 tasi takroriy bo'lganligi yoki shikoyat kelib tushgan tadbirkorlik subyektida tekshiruv davom etayotganligi sababli ko'rib chiqilmagan. Qolgan so'rovlar asosida 5198 ta sayyor soliq tekshiruvi o'tkazilib, 99% holatda qonunbuzarlik o'z tasdig'ini topgan. Murojaatlarning aksariyati quyidagilar bilan bog'liq bo'lgan. 10879 tasi xarid cheki bermaslik, 510 tasi to'lovni plastik karta orqali qabul qilmaslik, 34 tasi plastik karta uchun xarid summasini oshirish, 1063 tasi boshqa turdagi huquqbuzarlik holatlari.